Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, kanalimiz kuzatuvchilari. Navbatdagi video yo'riqnomani biz sizlarga haj ziyoratiga borish uchun navbatga yozilish yo'nalishida tayyorladik. Yo'riqnomani boshlashdan oldin azizlar biz bilan bo'ling va hayotingiz davomida doimiy zarur bo'lgan xizmatlarni uydan turib qanday boshqarishni kuzatib boring. Yo'riqnomalar foydali bo'layotgan bo'lsa, mehnatimizni qadrlasangiz albatta like bosib qo'llab-quvvatlang. Kommentariyalarda izoh yozing. Keyin kontentlarni aynan qaysi mavzuda bo'lishini kommentariyalarda yozib bo'lsangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Va umuman kontentlarimizni o'tkazib yubormaslik maqsadida qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Shuningdek tanishlarga albatta ulashing. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bizni kuzatayotganingiz uchun minnatdormiz. Azizlar, tayyor bo'lsangiz kontentni boshlaymiz. Odatdagidek MyGov ilovasi orqali o'tamiz. Shu ro'yxatdan o'tgan bo'lishingiz talab qilinadi. Shu ro'yxatdan o'tish jarayonlari, agar ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, jarayonlari aks etganda kanalimizda kontent joylashtirilgan. Aynan shundan foydalangan holda, demak, ro'yxatdan o'tib, keyin jarayonni boshqarsangiz bo'ladi. Demak, MyGov ilovasi orqali kirdik. Xizmatlar kesimida bu yerda bizga kerak bo'ladigani fuqarolik sohasi bo'ladi. Aynan fuqarolik sohada bu yerda haj ziyoratiga, demak, navbatga yozilish xizmati mavjud. Demak, haj ziyoratiga ro'yxatga yozilish. Aynan buni qidiruv berib ham topsangiz bo'ladi. Bo'lmasa eng oxiridan bitta oldagi haj ziyoratiga borish uchun navbatga yozilish degan xizmati mavjud. Demak, xizmat 103 ming so'm miqdorda amalga oshiriladi. Aynan jismoniy shaxslar uchun xizmat ko'rsatish muddati avtomatik tarzda, shuningdek biror bir turdagi hujjat talab qilinmaydi. Xizmatdan foydalanish qilib navbatdagi oynaga o'tamiz. Bu yerda bizga demak ma'lumotlarimiz avtomatik aks ettiradi. Avtomatik demak shu ro'yxatdan o'tgan bo'lganligimiz sababli avtomatik ko'rsatadi. Bu yerda qo'shimcha oyna mavjud. Demak, mahram bilan ro'yxatdan o'tishni istaysizmi degan mazmunda. Agar ahli ayolingiz yoki qarindoshlaringiz orqali birgalikda ketmoqchi bo'lsangiz, bu ustuni tanlash kerak bo'ladi. Keling hozirgi holatda bu jarayondan bir ko'rsatib o'tamiz. Ha deb tanladik. Deylik, mahram aynan turmush o'rtog'i, otasi, akasi, ukasi, bobosi, farzandi, nabirasi, qaynotasi va hokazo mana bu yerda ko'rsatilgan qarindosh, oilaviy qarindoshlarni nazarda tutib, bu demak belgilashingiz kerak bo'ladi. Deyilgan turmush o'rtog'ini tanladik. Turmush o'rtog'ini tanlaganimizdan so'ng demak e'longa e'tibor qaratish lozim bo'ladi. Haj safarini amalga oshirish uchun navbatga yozilish jarayonida arizachilar ularning doimiy ro'yxatga olingan manzili bo'yicha navbatga qo'yiladi. Doimiy ro'yxatga olish joyi haqidagi barcha ma'lumotlar O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi axborot tizimlari orqali aniqlanadi degan mavzuda demak nima qilgan? Demak, propiskamiz bo'yicha avtomatik tarzda yashash hududimizni aniqlab oladi tizim. Keyingi tugmasini bosamiz. Endi mahram bilan borayotgan holatda bu yerda oila a'zosini tanlashga to'g'ri keladi. Aynan mahramingiz o'zizga kim bo'ladigan bo'lsa, shuni familiyalari avtomatik tarzda, ayolingiz bo'lsa, demak, umuman oila a'zolaringizdan biron kishi bo'ladigan bo'lsa, o'shalardan birini tanlashga to'g'ri keladi. Va shuningdek o'sha mahramni telefon raqamini kiritasiz va keyingi tugmasini bosasiz. Jarayon demak o'zimiz boradigan holatda davom etadigan bo'lsak, bu jarayon demak hozir oynamiz ochiq bo'lsin. Bu yerda yo'q deb tanlaymiz. Mahram bilan ro'yxatdan o'tishni istaysizmi degan oynada yo'q deganimizdan so'ng demak keyingi tugmasini tanlaymiz. Demak, bu yerda ma'lumotlarimiz avtomatik aks etadi. Aks etgan ma'lumotlarimiz eng quyi qismida demak murojaatni yuborish imkoniyati mavjud. Demak, murojaatni yuborish qilgandan so'ng avtomatik tarzda bizga to'lov bo'yicha invoice jo'natiladi va invoice'dagi o'sha ko'rsatilgan raqam orqali tegishli ilovalar ko'magida demak biz to'lovni amalga oshirsak, avtomatik tarzda demak haj ziyoratiga borish uchun navbatga yozilgan bo'lamiz. Salomat bo'linglar. E'tiborlaringiz uchun yana bir bor rahmat.